Ayollarga rahm shafqat ko'rsatish, ularni xususan mana beva, qarovchisi bo'lmagan ayollarning xizmatini qilishlik payg'ambarimiz shunday bir maqomga olib chiqdiki, inson aqli bovar qilmaydi. Rasululloh aytadilar. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimda keltirilgan. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah, awil qa'imil layli sa'imin nahar." Beva ayol va miskinning xizmatida yurgan kishi Alloh yo'lida jihad qiluvchi yoki tunlarni qoyim qiluvchi, kunduzlarda ro'zador bo'lgan kishi kabidir. Beva ayolni, qarovchisi yo'q bo'lgan ayolni xizmatini qilib, unga shafqat ko'rsatishlik, ularga muruvvat qilishlik, mujohidni kunduzi bilan ro'za tutib, kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilgan odamning qatorida bo'ladi, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.